Hurmatli aka-ukalar, endi yoshlarini ko'rsatamiz sizlarga. Yoshlari, puli yengillaridan ko'rsatib boramiz. Bir boshdan mana basha qarab, bular katta buqalar, endi yoshlariga sekin tushyapmiz. Hurmatli aka-ukalar, bahorning birinchi kuni mana 1-mart Marhamat mol bozoridamiz. Har yakshanba kunlarda bo'ladigan bu bozorimiz. Marhamat mol bozorida akalar ko'chatlaridan. Necha pul ekan buni puli? Mana bo'zak. 25 kam bu. Mana qarang, kurachishini o'zi ko'rsatyapti, qiynalmasin deb. Ochishini. 25 kami bormi? 25 kami bor. Necha pul berishdi? 21. 21 berdi. Endi akalar molni bir ko'rsatib beramiz. Yashovdan chiqqanmi? Yashovdan chiqqan akalar. Oyog'iga salar benzin sepib qo'ygan ekansizlar-a? Qindoqlar yorilib ketibdi. Yashovdan chiqqan akalar mana. Bo'ylari 1.20 ga boradi akalar. Hali ko'chat ular vashshi. 1 yashardan qanaqa dedingiz, qancha dedingiz buni? 21 qilishdi. 21 qilishdi. Yo'q, bo'ylar anaqa yoshlari 1 yashardan o'tgan dedingiz-a? 1 yashardan o'tgan 21 qilishdi. Zo'r. Yeb ichlari zo'r. Eshik qayerda? Shomat. Chuvami? Shomat. Shomat. Akalar bular ham xudo xolasa zo'r katta buqalarga o'xshagan katta buqa bo'ladi. Nomeringizni aytib berasizmi? 90. 90lik. 147 Aha. 77 51. Akalar shu nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Sotiladigan ko'chatlar. Bu hammi? Buni puli necha pul? 22 kam. 22 kami bor akalar. Mollarimiz yashovdan chiqqan. Hozirgi paytda yeb ichib sog'lom turibdi akalar. Bu ham yashovdan chiqqan. Bekus. Bekus. Orqalari ham qarang. Ana. Butun hayot kelajagi oldinda. Ikkovini ham bo'ylari bir xil akalar. 1.20 dan chiqaveradi. 22 kami bor. Nomerlari shu ikkala nomer bitta odamniki, ikkala mol aloqaga chiqaverasizlar. Toshkent olami bu? Yo'q, Rossiyami? Toshkent ola. Toshkent ola. Toshkent ola buqalarimiz akalar. Bunga ham akalar bo'ylari 1.30 ga borib qoladi ekan. Puli necha pul buni? Yarim do'ring bo'yini. Ha? 20 kami bor. 20 kami bor. Shoqligidan ekan-da. Qaranglar. Nima uchun arzon? Shoqligidan. Kimdir shoqiga qiziqadir, kimdir shoqsiziga. Akalar mana 20 million kami bor. Kami bor. 17 million 200 qilishyapti. 17 million 200 ga bermadingiz. Nomeringizni aytib bering. 94lik. 94lik. 617. 617 4420. 4420. Akalar kimdir gulga shaydo, kimdir bulbulga deganda, kimdir mana shu Toshkent olaga ham shaydolari bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar nomerlariga. Tog'a necha pul ekan bu? Necha pul ekan? Bular 22 baho aytdik. 22 baho aytdingiz. 18 19 700 19 bilan 200. 19 million 200 qilishyapti akalar. 22 baho aytildi. Bo'ylari 1.20 dan chiqib qoladi akalar. Sariq malla. Sariq malla. Bekus. Oq tumshuq. Buni zoti qanaqa bu? O'zimiz jaydarimi yo'q, qirg'izmi? O'zimizni shved. O'zimizni shved chatishgan. Akalar. Olib baqaman deganga, kuzgacha baqib katta qilaman, yemlayman degan akalarga ma'qul kelsa, nomeringizni qoldirasizmi? Ayting nomerni. Nomeringiz bor, bilaman. Ayting. Asakada ko'p yurasiz. Ayting. 90lik. 90lik. 560. 560 67. 67
13. Akalar, men katta Novosda nimaga nomerini olmadim? Sababi katta Novosga qiziqadigan kam bo'lsa, manaqa yosh ko'chatlarda ishqozlari bor. Nomer обязательно olish kerak. Sababi baqqani mana shu kimdir qidirayotgan bo'lsa, ko'rib bo'lib, bemalol aloqaga chiqishi mumkin. 19.200 ga bermabdi. Egasi pastdan tushadi. Oqsoqol berish mumkin. Ana kelar. Yana buqamizni. Sizniki nech pul ekan aka? 25 deyapti aka. 25. 25 deyishibdi akalar. Nech pul berishyapti? 21. Akalar mol 21 berishibdi, 25 kami bor. Buni ham bo'ylar ashi. Bu yerda bo'ylar bari ashi 25 dan 30 atrofida bo'ylar har bitta buqoni. Egalari bilan nomerini aloqaga chiqib savdosini qilaverasizlar akalar. Endi bir aylantirib ko'rsatib beramiz buqalarimizni. Bu jonivar ham yashovdan chiqqan ekan, ha? Yashovdan chiqqanmi yo'q, bo'lmaganmi? Bo'lmaganmi? Uyda yotib oyoqlar tuvalari sho'ltamiz. Akalar, yashov bo'lmagan ekan. 100% garantiya beramiz deyapti. Yashov bo'lmagan. Nomeringizni aytib bering. Nech pulga ketdi? 20 million 700 ga sotildi. Akalar, mana nomerni olmadik. Sababi sotilgandan keyin nomer olinmaydi. Hurmatli aka-ukalar, mana shu buqamizga 18 million 100 dedingizmi? Qashqaqa beryapti uni. 18 million 100 beryapti akalar. O'zimizni jaydari. 11 oy. 1 yashar 1 oylik. 1 yashar 1 oylik akalar. Zot. Jaydar emas. Ha? Zotli. Zotlimi? Ha, bu jaydar emas. Jaydar emas. O'zimizning O'zbekistonning moli zotli mol. Ha, zotga qo'yilgan. Zotli buqa akalar, zotga qo'yilgan. Jaydarni 1 yashari mana shu tizzasidan bo'ladi. Kichkina bo'ladi. 1-200 ming bilan bo'ladi. Endi qanday ozmini ko'tarib qo'ygan bilan bu yo'qolar emas bo'lsa aytayapman, beraman. Anakasi siz qo'shasiz. Anakasini bersin. Ular o'zlari ko'tarib oladi-da, men qo'lda olaman. Mana qilib ko'tarish olaveradi-da. 18 yarga berasin, bu yoqqa yurigingiz chizdi. Hamma siz tomondan Berasizmi? Ko'ngilchalarda qo'yadi. 1 million so'm ustunlik. Quyoshga nima bo'lyapti? Mana olaylik-da. Bu saniyada Mana qo'linglar ko'rinadi. Rahmat. qaysiga bo'lyapti? Narginga, o'nunga. Barakasini so'rashyapti. Barakasini so'rashyapti akalar. Yaxshi ko'rinmaydi ekan bu yerda. Changiz aytdingiz, aytdim. Aslan unaqa demen dedingiz. Nima deyman endi? Olasizmi shuni? Yo'q, olganimda bor olib chiqmadim dedim. Endi 5 bo'ldi. Hozir chamamni so'ramang. Chamamni so'ramang. Men chamamga yetarib ber. Xo'sh, shu odamlar qo'shiladi. O'zi olinyapti. 18.5 ga chiqishdi o'sha, ha? Malakasini bersan, aka, bering. Men o'zim qo'shganman, qo'shdim. Bola qiziqibdi, bir omor tashlab qo'ysin. Mashq olib ketmasin, qaytarib olib ketmaydi. Bering. Ashiga boyaga pulyap. Oz bas, yaxshi pul beringlar. Bozorda 1 million so'm berdim. Bitta boshqa odam bo'lsa 18 ga endi qo'shar ekan bo'ladi. Yana maqsad olish uchun shunda qo'shib 750 dedim. Aka 19 tasini O'tchalik, mana go'zal narsa ekan. Xaridor bor shekilli, bering mana uni. Men o'zim olib ketay. Yaxshi ko'tarib qo'ying. 18.5 bering. Olish kerak-da. 18.5. Nech pulga oldingiz? Yana aytasiz endi. Akalar 16 million 600 ga olinibdi mana unimiz. Greenford shoxligi. Simental. Sementalmi? Yo'q, simental emas, to'la simental. To'la sementalmi? Greenfordga o'xshayapti-ku. Shoxligida. Mana.
Greenford shoxlik ekan. Öyle o 25 milyon degan. To'rasida ekan. Endi to'g'risi meni chaqami so'ramaydi. So'rab o'rnating. 18 yarim. Qo'shib so'radi. 1 million qo'shib. Biror chamasini so'rab yetanmaysiz. Qancha qildik bro bizni qo'limizdan boshqa. Bozorda qolib yuvding. Sizlar turibsizlar, xolos hozir bu yerda. Men kelganimga bir soat oldi sizlar turibsizlar. Bozorda baland bo'lyapti aka, nima? Hali so'raganda qo'shib Bu ham so'rayapti. yetanmaganda, bu ham yetanmaydi. Yo aytdik ama oladigan ko'tara olgan bo'lsa bemalol chiqaradi. Nasib sotamiz, nasib Yo'q, men qilmasa kelgandim. ketamiz iloji. Bola oyoqlar buni aylanib keldim, hozir bir savdo qilmadi. Bola aylanib kelgan ishlayapti. Men hozir chinni o'qib qoldim. Keldimda kelgandan beri turibman. Yo, men aytdim so'raganlarga, tog'a oladigan bo'lsanglar biz chiqamiz, olinglar deb aytdim so'raganlarga. Yo, odam turgan bo'lsa kelmaydi. Maqsad sizlarni bozorlarga to'sishmas. Nasib. Odam tursa kelmaydi hammasi. Necha pul berdi? 18 yarim berdi. Berar ekanmi? 1 million qo'shdik hozir. 17 yarim million bo'layotgan. Ha, qo'shgan zaringiz yo'qoradida, beraveradi. Uraveradi. O'zi yana qutulib yana qo'shib turing. Qo'yman qo'lini olmadik. Ha? Bo'lsam bor ekanu va hamma biz qo'sh deyapti. Hamma qo'shib. Bo'lsam bor ekanu olmadik. Bering da. 19 ga o'tib berasizmi? 19 olasiz. Olaveraman men. Ochiqni ayt. O'zingizcha so'yib qo'ying uka. Haqiqatan ana ochiq gap deyapman. 19 ga o'tiraman. To'g'ri gap gapirdim bu bola. To'g'risini aytish kerak-da. To'g'ri. Ushlab turganda foydasi yo'q-da. Ana, u durust emas bu bolalarda, shariati ham durust emas. Birovni oldida bozorni aylab turib bo'lmaydi. Aylaning, qo'shadigan joyingizni qo'shing, bo'lmasa oling, bo'lmasa olmang. Sabab bu alohida mana shu savdoga nassoda birovni baylashlikka. Qiyomatda alohida joy bor do'zaxdan. To'g'ri. Buni esingizdan chiqarmanglar.